Vazirlar Mahkamasining 386-sonli qarorini ijro qilgan holda qoramol qo'ylar xonamizga kelganda klinik tekshiruvdan o'tkazilib, keyin so'yib bozorda vetsan ekspertiza laboratoriyalariga jo'natiladi. Chorva hayvonlari zamonaviy ixtisoslashgan kushxonada so'yish, undan so'ng do'konga kelgandan keyin laboratoriya ko'rigidan o'tkazilgandan so'ng keyin iste'molga chiqarasizlar. Demak, tibbiy ko'riklarni o'z vaqtida o'tkazishlar, sizlar so'yayotgan mollar albatta kushxonada so'yiladi, olib kelinadi, lekin sotuvga chiqishidan oldin veterinar ko'rigidan o'tgan holatda pekatlari bo'ladi. Olib kelingandan keyin ham hamma go'shtlar albatta muzlatkichda saqlanadi. Kundalaringiz albatta tozalangan holatda bo'lib, ish tugagandan keyin bilan sepib va ish yakuni bo'lgandan keyin to'g'ri mana shu kushxonangizni, ya'ni do'konni hamma joyini yuvib tozalab, zararlantiruvchi vositalar bilan yuvib tozalab, ish yakuni davomida ishlab qilish kerak bo'ladi. Mahkamasi 2 qarori bor. Agar sizni o'ng tomon, chap tomonni 10 tadan xonadon norozi bo'lsa, ya'ni etingiz kechqurun 8 dan ertalab 8 gacha vovullab aholi tinchini bo'lsa, bu boqishdan siz mahrum bo'lasiz. Ya'ni keyin tegishli tashkilot vakillari kelib, etingizni mushugingizni olib ketishadi.